tanamda fibrokistoza mastopatiya kasalligi aniqlangan edi. Shifokorlarga bir necha bor murojaat qilgan holatda shu kasalim butkul ketmadi-da. Fibrokistoza mastopatiya endi rakni boshlanishidan bez edi-da. Bu holatni eshitib dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi, to'g'risi. Chunki farzandlarim hali yosh edi. Qizlarimga ona kerak edi. Shu sababli yashashni xohladim. Bir yaqin insonim tavsiyasi bilan shu mahsulotlarni ichishga Allohim menga nasib etdi. Dorilar bor. Nimaga uni tanladingiz? Chunki boshqa ilojim qolmagandi-da. Chunki meditsinaga murojaat qilib, butunlay forig' bo'la olmadim-da kasalimdan. Keyin shu Farhodjon tavsiya qilgandan keyin ishonib, ishonmay, shu rostmikan, yolg'onmikan deb keldim. Allohga tavakkal qilib mahsulotlar ichib boshladim. Allohga shukr, bir kun unday, bir kun bunday holatim asta-sekin yaxshilana boshladi va butunlay bu kasaldan qutuldim. Tavsiya qilgan vrachlarimga nazoratga borib turdim. Ular meni nazorat qilib tekshirib turdi. O'sha bezlari kamayganidan ham o'zi bilaverdim-da. Albatta, baxtli inson, baxtli. Tushkunlikka tushma, qaddingni ko'tar. Hali najot bor, umidingni so'ndirma degan bilaydi. Bugun oynaga qarasam, o'zimda baxtliligimni, sog'lomligimni his qilaman. Shukrona keltiraman oynaga qarab. Men hammadan baxtliman hozir. Gana mahsulotlarini ishonmaydiganlarga ishoning albatta. Chunki ishonch eng muhimda. Bu mahsulotlar haqiqatan mo'jizaviy, inson salomatligiga ta'sir qilib, yaxshi tomonga, sizni sog'lig'ingizni o'zgarishiga aminman. Chunki men bu narsani boshimdan o'tkazganman, chunki boshdan o'tkazgan tabib deb bekorga aytishmaydi. Mening yoshim 42 da. Men doim Gano shifo mahsulotlarini ichib turaman. Gano shifo